Arkadaşlar mana navbatdagi eshigimiz, navbatdagi xonadonimizda terma eshiklar qo'yib berdik. Mana eshiklarimiz ochilib yopilishi. Mana aytganimizdek Mersi eshik deganimiz, maqtaganimiz sababini yopilishi. Tabii terma eshik qo'ysalar, yana qonunchilikda deputatlarimiz bor, svetga, gazga limit qo'yadigan. Buni qo'ygandan keyin qonunchilikda deputatlar gapiga ham qaramaysiz. Terma eshikni qo'yib oylar, xudo xolasa qonunchilar gapiga vaqt bermay qo'yasizlar. Mersimiz eshigini yopilishini ko'ramiz hozir. Mana bitta barmoq topamiz. Mana. O'sha Mersi eshigida mana. Aytaman, doim maqtayman. Maqtashga arziymikan bu eshik?